Xayrli tong, Pupsi. Aya menga kimda abirdingiz? Bu ku bilan boshqa bir mintam yashamayman. Hay bolam, issig'ini nafas qil. Qo'g'irchoqdek kelin bo'lsa, yana nima bo'ldi? Qo'rchoqma, chista traytorku buningiz. O'xshamlar xarilib quloqni ham jigan jetmaganda ham karavotdan bunday qilib tushiraveradi. Yashamayman bu bilan. Nimaga, jon? Bolam mehnatkash bo'lsa, hamma ovqatlarni qilsin. Ha, g'ilminda qayish kesgan oshlarni yirtib qo'yaman. San Sebastian qila olasanmi? Nima u, kinomi? Yo'q, ko'rsatuv. Cho'qda bo'ldirib qo'yaman. Menga paxta chopding, ekinlarga qarading. Kerak bo'lsa, yuri jigarini sug'urib olaman. Qo'ying, singilcha, yerda jigar joyida turaversin-da, qo'ying. Aya, kelguncha shlaka blogingiz yo'q, uyda hidi ham qolmasin buningizda. Qiz bola degan sal nozik yarashma bilan yuradi, kelin. Men faqat oyoq bilan yuraman, oyijon. Men nozlanish deyapman, kelin. Mana bunday. Birinchi bo'lib qomatni to'g'rilaymiz, keyin esa yelkani sekin pirillatgan holatda nozik yarashmalar bilan yuramiz. Wow, ismingiz nima, jonidan? Ya, kelin. Ya, uzr, oyijon. Qaytaring. Yelkam qimlasam oyog'im yurmayapti-ku. Undan ko'ra yer ag'daray. Men bunday qilib yura olmayman. Yurasan. Sen yurmasang yering yurib ketadi. Kelin, choy olib keling deganimda, ozgina engashib, lablaringni cho'chchaytirib, ovozingni qisib, assalomu alaykum deysan. Tushundingmi? Oyijon, shunchalik qisib chiqarish shartmi? Shart. Keyin sekingina miyig'ida kulib uyga kirib ketasiz. Ula, yaxshi keldingmi bolam? Kelin, choy olib kel. Assalomu alaykum. Ya, onasi emsi ketmandi, qancha jo'ngan bilan baribir tesha bo'lmas ekanda. Ketman.